Pul yuborishda kechasimi, kunduzimi, endi buni farqi yo'q. Endi kechasi soat 2 da ham, yakshanba kuni ham uyingizga pul yuborishingiz mumkin. Bank ochilishini kutmaysiz, navbatda turmaysiz. Hech kimga iltimos qilishingiz ham shart emas. Yubormobil ilovasi 24 ga yetdi. Sizga erkinlik beradi. Istalgan vaqtda, istalgan joyda bir necha soniyalarda pul yuboring. Siz ishlayotganingizda ham, dam olayotganingizda ham, kechasimi, kunduzimi farqi yo'q. Pulingiz uydagilaringizga bir zumda yetib boradi. Endi pul jo'natish har doim siz xohlagan paytda. Yubor qulay, xavfsiz va ishonchli ilovadir. Avvalo yutkizsin, Tayson g'alaba qozonsin, ko'tursa ham, qora bo'lsa ham. Eski har doimgi Tayson deb o'ylayapsizlar-da, meni karyeram o'sgan, meni darajam o'sgan. Kamil Karate va Tayson tog'aning o'rtasidagi bo'ladigan jangga ham sanoqli kunlar qoldi. Kamil bir qator mag'lubiyatlardan so'ng Taysonni o'ziga munosib raqib deb topdi. Hali jang bo'lmasdan turib har xil fikr bildiravermanglar. Masalan, qochib qo'yaman bitta ikkitangda. Biroq Tayson ham kecha tuxumdan chiqqan sportchi emas, o'ziga ishongan tajribali jangchidir. Taysonda Kamil uradi, unaqa Kamil kuchli deb juda ham ko'p odamlar yozayotgan ekan ba'zi oramizda. Bundan tashqari TikToker Azxon ham ushbu jangni prognoz qildi. Endi bu Tayson bilan Kamilni jangiga men fikr bildiradigan bo'lsam, Tayson ikkinchi raund yutkazadi. Mana oldindan video qo'yapman. Ikkinchi raund meni fikrim bo'yicha o'sha yutkazib bo'ladi. Endi esa Tayson beda va pir sotmasdan yaxshigina tayyorgarlik ko'rishi kerak. Saman 35 ming, beda pris 40 ming. Aklamator ham olamiz. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariyaga yozib qoldirishni aslo unutmang. Qaytgancha kanalimiz rivoji uchun obuna bo'lib qo'ying. Barchaga rahmat. Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Juda ham ko'p kommentarlar ko'ryapman, ba'zi bir o'zimiz o'zbeklar, ya'ni boshqa emas. Taysonda Kamil uradi, unaqa Kamil kuchli deb juda ham ko'p odamlar yozayotgan ekan ba'zi oramizda. Sizlar hali ham eski davrda yashayapsizlar-da do'stlar, ya'ni oradan vaqtlar o'tyapti. Ya'ni eski har doimgi Tayson deb o'ylayapsizlar-da, meni karyeram o'sgan, meni darajam o'sgan. Oldinga qaraganda ancha tajriba orttirganman va oktagon ichini o'zi ancha his qilib oldim-da. Nasib bo'lsa, jang kelaversang, ko'rib olamiz. Kim giroy, kim legendaligini. Hali jang bo'lmasdan turib har xil fikr bildiravermanglar. Masalan, qochib qo'yaman bitta ikkitangda. Ya'ni o'zbek bo'lib turib, o'zi undan keyin padishga qiladi. Uni har xil kommentar yozavermasdan. Davay. Tayson bilan Kamilni jangi bor ekan, shunga ozgina fikr bildirib, prognoz bildirib ketaman. Tayson O'zbekiston fuqarosiga da'vogarlik qiladigan inson, u yaxshi bola. Xohlasam mashinani u tomondan o'tkazaman, xohlasam bu tomondan o'tkazaman deb mashg'ulotlarga erishgan. Ko'ngli ochiq bola, buni men bilaman. Zo'r bola. Tayson, yaxshi bolasan, seni hurmat qilaman. Nima bo'lgan taqdirda ham biz o'zbeklar seni paddishga qilamiz. Janging ekan nechinchi kuni ham. Endi bu Tayson bilan Kamilni jangiga men fikr bildiradigan bo'lsam, Tayson ikkinchi raund yutkazadi. Mana oldindan video qo'yapman. Ikkinchi raund meni fikrim bo'yicha o'sha yutkazib bo'ladi. Chunki Kamilda ham u juda katta opiti bor. Avvalo yutkazsin Kamil. Avvalo yutkazsin, Tayson g'alaba qozonsin, ko'tursa ham, qora bo'lsa ham, yuzlarimiz bir-birimizga o'xshamasa ham, lekin u O'zbekiston fuqarosi. Shuning uchun Qoravoyga omad tilaymiz. Tayson, gazini bos, ikkinchi raundda yutkazasan, xudo xolasa. Gaz hammasi. Omad tilab qo'yinglar. Beda pris bor deb, beda prisinga qo'shib, beda prisinga qo'shib, mazangni qochirib qo'yaman. Tushundingmi? Beda pris deb xit qilding pastda yozaverib. Men venam aytmasdim, beda prislaringni reklamalaringda meni Instagramimda nima bor? Reklama qilib. Nima bor beta prislaringda reklama qilib men Instagramda sohamda. Meni yo'nalishimda Insta beta prislaringda reklama qilmangizlar akalar. Masalan, qochirib qo'yaman bo'lmasa. Tushunding? Beta prisingga ham, o'zingga ham Makkaga pris bor. Beta pris bor. Aklamator olamiz, akalar. Aklamator olamiz. Beta pris sotamiz. Saman pris bor.
narxini kelishsa olib borib beramiz. Bonusiga bitta ikkita pirsam qo'shib beramiz. Narxini kelishsa aka. Gazini bosing. Saman 35 ming, beta pris 40 ming. Aklamator ham olamiz. Skidka qilib bersangiz bonusiga. Aha.